Dünya, көріп қойдық адалетіңні. Abdori Səhər 2018 yılının yeni yıl keçisi chet eldə yaşayotgan Uyg'urlar uchun xo'shallik kechisi emas, balki motam kechisi bo'ldi. Chunki dunyo allaqachon internet uchur davriga kirganligi bilan jug'rofiya jihatdan intayin yaqin bo'lib ketgan bo'lsa-mu, ammo dunyo Uyg'urlar uchun bargancha uzoq, mehrsiz va sovuq to'yilmoqda edi. Chet elda yaşayotgan Uyg'urlarning vatandagi oila tavobatlari, urug' tuqqan do'st yaranlari bilan telefon va boshqa uchur aloqa vositalari orqali ko'rishishi allaqachon man'iy qilingan. Biroq dunyo adolati buning sukutda. Chunki sukutning ostiga nurg'unlagan manfaatlar ko'milgan. Yangi yil kechisi WhatsApp'dagi bir do'stimdan Türkçe aytilgan New York degan naqshni yangi yillik sovg'a sifatida topshirib oldim. Do'stim yangi yillik tiligida New Yorkda hamma narsa bor, ammo Istanbul yo'q degan yerni New Yorkda hamma narsa bor, ammo Urumchi yo'q deb tahlil qilib anglashimni o'tingan edi. Men do'stimning tavsiyasi bo'yicha tahlil qilib bu mo'nliq naqshni anglab chiqdim. Lekin bu naqshi yanada mening qalbimdagi dunyolarga patqusiz, ochiq alamni yenikiltirmadi. Texi 2016-yilda, ya'ni 1 yil burun bugungiga qaraganda xeyli baxtli ekanligimni his qildim. U chaqda undidor degan narsa bor edi. Atdeganda ko'zimni ochib uyg'onib, tunji qildigan ishim shu mashhur undidorni tekshirish bo'ladi. Vatandagi do'stlarim, urug' tuqqanlarimdan nurg'unlagan uchurlarni topshirib olatdim. Har holda ularning ovozini, yaxshi tilaklarini anglash orqali o'zimni baxtli deyolmasammi, ammo endi o'ylasam, bakmi baxtsiz emaskanman. Yana bir jihatdan atrofimdagi nurg'unlagan do'stlarim vatanga berib kelib, vatandan hadiyalar, salom soatlar va qiziq paranglar elib keladi. Vatandagi yangi ishlardan xabardor bo'lib turatdim. Vatandan kelgan unalg'u va sinalg'u shundaqla rasmlarni, bu rasmlar ichidagi tonish bilishlarni ko'rib, ko'nglim ichilib qolatdi. Vatanga boradigan do'stlarim yana mening vatandagi do'stlarimga avatgan sovg'a salomlarimni olg'ash ketadi. Ularning sovg'a salomlarini menga olg'ash keladi. Bu yil undaq ishlar yo'q. Menga yo'q emas, balki chet eldagi hamma Uyg'urga yo'q. Zalimlarning bir vahimasi bor. Uyg'urlarga bunimi ortiq ko'giniga qaraganda. 2018-yilning kirish kechisi. Dunyodagi hamma millatlar intayin xushal, faqat Uyg'urdan boshqa. Chet eldagi Uyg'urlarning urug' tuqqanlari Natsiz Germaniyasining tutib turish lagerlaridan hech qanday farqi bo'lmagan Xitoydagi tarbiyalash lagerlarida. Ularning oqibati o'lim yoki g'oyib bo'lish. Lagerning sirtida qolganlari majburiy tengilgan Xitoy qo'shmoq tuqqanlari bilan langman so'ziyotidi, kau to'g'rayotidi va yoki tugir tug'yotidi. Ammo dunyo adolati buning sukutda. Chunki sukutning ostiga manfaatlar ko'milgan. Men hayotimdagi eng ko'ngilsiz bo'lgan bu yangi yil kechisida bundan 1 yil avvalgi undidorimni tekshirib baqdim. Bir qancha topdagi hamma do'stlarim chiqib ketibdi. Yolg'iz menli qaptiman. Undidormish. Voy sening ismlaringdan o'rgilay, dedim men o'z-o'zimga pichirlab. Diqqatim dunyo adolati uchun kanaylar yirtilg'idek vaqirayotganlarga markazlashdi. Ammo ularning adolat tarozisida Uyg'urlar yo'q edi. Davosda Falastinliklarning adolati uchun 1 minut deb yoqi yirtganlarning Uyg'urning adolati kelganda sukut qilganligini ko'rdik. Allohning oldida sajdaga egilgandan boshqa hech qanday bir zolim kuchning oldida egilmaymiz deganlarni ko'rdik. Birlarining xo'shallik uchun qarindoshlik huquqimizning ziydilanishiga hargiz ruxsat qilmaymiz deganlarni ko'rdik.
Kanayları yırtılğıcı dunyoga vaqirab, suyumlik payg'ambarimiz bizga nima deydi? Musulmon musulmonning qarindishidir. Musulmon musulmonga zulm qilmas. Musulmon musulmonning beshiga kelgan musibatda uni tark etmas. Uni zolimlarning zulmiga tashlab bermas. Musulmon dinniy qarindishiga yordam qilgan muddat ichida Allohmi uningga yordam qiladi deganlarni ko'rdik. Suriyadan Iroqqa, Libiyadan Misrga, Yamandan Siprusga qadar musulmonlik dunyosining adolati uchun nutqlar so'zlaganlarni ko'rdik. Haq nahaq masalasida sukut qilgan dinsiz shaytondir deb cho'ng gap qilganlarni ko'rdik. Bir tomchi neftni, bir tomchi qondan bakrak afzal ko'rgan bechoralar boylik manbalarimizni bulang-talang qilish uchun bizni bir-birimizga dushman qilib qo'yibotidi deganlarni ko'rdik. Her Firavunga qarshi bir Musoning hamon chiqadiganligiga ishonganlarning adolatini ko'rdik. Qon hidi algan lahangdimi bakra xatarlik bo'lg'ini, neft hidi algan imperialistlardi deganlarni ko'rdik. Kelajak Afrika qit'asining bo'lg'usi, mazlumning ohi hargiz yerda qolmaydi deganlarni ko'rdik. Musulmon olimida Türklik alimida güldiras alqışlar çilinib, yuqarqı nutqlarni so'zlagan kishiga haq adolatning peshvosi, 21 asrning xalifasi, Hazrati Umarning davomi. Agar Alloh payg'ambarimizdan keyin yana bir payg'ambar keladiganligidan bishorat bergan bo'lsa, u payg'ambar mushu kishi bo'lgan bo'ladi deyotganlarning hammasi Uyg'ur jasadlari bilan tog'dak dövlünüp ketgan, ostidan qon tomchib turgan, zulm ostida ingravotgan Sharqiy Turkistonning ustini dassab turib, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan adolatsizliklarni ko'masga selib turib, saxta adolat g'avg'osi qilmoqda. Alloh hammani ko'rib va bilib turg'uchidir. Alloh buyukdir. Men yuqorqi adolat jarchilarining Xitoydan iborat dunyodagi eng zo'r zolimni chetda qoldirib, Yahudi va Amerika zolimlariga qarata aytgan tuvandagi so'zlarini o'ziga qaytarib bermoqchiman. Hamda turkcha petda tarjima qilmasdan. Alma mazlum ahini chiqar ahista. Demakki, Uyg'urning Allohdan boshqa hech narsasi yo'q. 2009 yildagi Ürümçi qirg'inchiligidan keyin Uyg'urlar haqida qirg'inchilik degan kalimani ishirtib qo'ygan davlati bor qarindoshlarimizning cho'ntikiga Xitoydan dollarning qandoq oqqanligini ko'rdik. Ularning yana musulmonlik haqida jar solgan kalpuklarining musulmonlik eng ashaddiy darajada dafsandi qilinayotgan, ro'za tutish, yog'liq ortish, musulmoncha ism qo'yish cheklangan, Qur'on Karim va jay namozlar yig'ivelinayotgan Xitoydek bu zolimning qarshisida qandoq so'zlay olmas holga kelganligini ko'rdik. Musulmon va turk davlatlarida ishlarimizning qanchalik darajada tar ramka ichiga kirib qolganligini ko'rdik. Saxta adolatparvarlar. U dunyoga borganda Allohning qarshisiga qandoqmi chiqarsizlar? Bir yo'l bir balvoq deydigan Xitoy shirin tushiga yanimi shirinlik qatmoqchi bo'lgan. Bu yo'l besib o'tadigan joylardagi ham musulmonlarning, ham turkiy qarindoshlarimizning adolatini ko'rdik. Mayli Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori bo'lsin, mayli Qo'rg'os Qozog'iston quruqliq bazasi bo'lsin, Xitoyning dunyoga tutishadigan bu katta ipak yo'li turidagi har bir tosh yo'l, temir yo'l, ko'rik va bazalarning hammasi Uyg'urning qini bilan chilishib turmoqda. Dal mushiyaga kelganda men dangli Xitoy yozuvchisi Lushin apandining qonga chilangan Jingmomi nomli hikoyasini xotirlatmoqchiman. Mayli Qashqardan boshlanib, Pokistonning Guada porti orqali Hind okean, Oq dengiz, Qora dengiz bilan Yevropaga tutishadigan yo'l bo'lsin va yoki G'ulji Qo'rg'osdan boshlanib, Qozog'iston, Ozarbayjon, Armaniston, Bulg'ariston, Turkiya orqali Yevropaga tutishadigan yo'l bo'lsin. O'xshashli Lushin apandining hikoyasidagidek qonga chilangan Jingmomidan iborat. Ya'ni Uyg'urning qiniga chilangan Jingmomi. Şunu bu yolda Xitoy bilan bir o'rinda yetib, shirin tushlarni ko'rayotgan turk qarindoshlarimga bir kuni Uyg'urning oilaslarini tutib qolmasin deb eskartmoqchiman. Ay, 2017-yili. Senda yana nimalarni ko'rdik?
Mən yaqında yazған Sobibordan qaçış və Uyğurlar namlıq maqalamda Natsist Germaniyasının ən ağır ölüm lagerlarining biri bo'lgan Sobibor turmasi haqida to'xtalgan va Xitoy zulmi ostidagi Sharqiy Turkistonni ana shu Sobiborga o'xshatgan edim. Sobibordan qaçış namlıq filmda bu turmadagi yahudilar Sobibordan qaçishning qanchalik tasligini bilsimi, ammo yanada qaçishni planlaydi. Dal qaçış kuni yetib kelib, hamma kishi qaçishga boshlaganda, yana bir qism kishilar qochmay jim turib oladi. Ammo nasistlar eng avval qochmagan bu yahudilarni etib tashlaydi. Men oramizdagi zolimdan yanada umid kutadigan bir qism kishilarni ko'rdim. Tögü qushi Uyg'urlarni ko'rdim. Tögü qushi qumning ostiga beshini tiqib olib, sirtda bo'lgan ahvollarni ko'masga silib yashaydi. İnsan qiymatının nurg'unlagan oliy darajalik diplomlarni quchoqlab yetish bilan emas, balki millati uchun badal to'lash, haq nohaq masalasida sukut qilish emas, balki cho'qon selish ekanligini ko'rdik. Yana nurg'unlagan dasturxon chevillar Uyg'urlarni ko'rdik. Ular bu dasturxon yig'ilsa g'ajjida yana bir dasturxonga uchib boradi. Ularda vatan millatning taqdiri haqida o'ylanish deganni ko'rish nihoyat qiyin. Men bir maqola o'qigan edim. U maqolada tarixda turklar tajovuz qilib Yevropaning bosog'isiga kelib qolganda, Yevropaliklarning farishta ayolmi yoki ermi degan munozarani qilib yurganligi yozilgan edi. Uyg'ur millati hayot mamat mujodalasi elib berayotgan mushundaq ig'ir bir vaziyatda Yangi yil harom, Nuruz harom degandek gap so'zlarni tarqatyotdi. Uyg'ur xonim qizlarimizning savobli ish qilish yo'llarini qora chumbal ichidan izlashga yetaklab Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni qurishdan avval millat va davlat oldida putlikashang bo'lib yurgan dal mushundaq axlat mollamlarni tozalagan edi. Vatanda ulug' jumaringiz muborak bo'lsin degan bir eg'iz gap uchun 5 yillik keslayotdi. Chet elda yangi yilingiz muborak bo'lsin degan bir eg'iz gap uchun o'z diniy qarindishini kofirlik bilan jazolamoqchi bo'layotdi. Her ikkisi o'xshashli zolimlik jumlasidandir. Voy tova. Bugun İzmir, Ankara, Ostonalarning gulqaqalari ichilib, eg'izlari quloqlariga yetib ketibdi. Qadimiy Ipak yo'li qaytadan ichildigan bo'ldi deb. Ammo qadimiy Ipak yo'lining haqdor egilari bo'lgan Uyg'urlar nada? Hali nechik deydigan odam yo'q. Uyg'ur xalqida Türklerdagi olma mazlum ohini chiqar ohista ohista degan maqol tamsilga o'xshab ketadigan mundaq bir qo'shiq bor. Ah urarman, ahlarim tutqay seni, ko'z yeshim daryo bo'lib beliqlarim yutqay seni. Yana nimalarni ko'rdim 2017-yilda? Eng qiziq ko'rganlarimning biri shu bo'ldiki, adolat haqida cho'ng gap qilib, dunyoga jar silayotganlarni saxtikor degan vaqtimda ko'pligan Uyg'ur qarindoshlarim menga qarshi chiqdi. Ularning adolat falsafasi mundaq ekan. Uyg'urlar o'z qarindoshlarining iqtisodiy jihatda gullanib, ma'lum saviyaga yetib olish uchun mashhur bir yo'l bir balvog'da uzun so'zilib, sukut qilib yetib berishi, bu yo'ldan o'tadigan temir yo'llar, ko'riklar qisqasi o'tishga tegishlik nima bo'lsa Uyg'urning ustidan dassab chaylab o'tishi kerak ekan. Qon tepchigan bu yo'lda Uyg'urlarning sukut ichida qurbonlik berishlari kerak ekan. Adolatning o'chirti bormish. Uyg'urlar bu o'chirat kelguchi saqlashi va o'z qonlarini qarindoshlarining go'llanish uchun to'kishi lozimmish. Men yana mundaq bir maqola o'qigan edim. Stalin o'lim jazosi bergan bir yoshning o'lim maydoniga "Yashasin Stalin" deb shuar tovlagancha borganligini. Uyg'urlar ma'lum ma'nodan mush yoshga o'xshab qelyapmiz. Turkiyada turgan chaqlarimda Uyg'urlarning og'zidan Türk davlatining manfaati hammadan a'lo degan so'zni ko'p anglagan edim va hayron bo'lgan edim. Türk aytor Türkning Türkdan boshqa do'sti yo'q deb. Uyg'ur aytor Uyg'urning Allohdan boshqa hech narsasi yo'q deb. O'ylanib qoldim. Türk dunyosi adolatining o'chirti qachonki Uyg'urlar, Uyg'ur millatining manfaati hammadan a'lo degan ideya birligiga kelgan chaqdala Uyg'urga keladi. Undaq bo'lmaydi ekan Uyg'ur Türkning qo'lidagi bir o'yinchi xolos. Uyg'urlar Turkiyada
Uyg'urning manfaati hammadan a'lo deyishni o'rganmaydi ekan. Uyg'urlar hamon yangi Ipak yo'lidagi qonga chilangan jingmoma, qonga chilangan temir yo'l bo'lib qalaveradi. Xitoy faylasuf Kunzi adolat qutb yulduziga o'xshash joyida midirlamay turadi. Boshqa hamma narsa uning atrofida cho'gilaydi deydi. Ammo 2017-yilda qutb yulduzi bilan atrofidagi narsalarning o'rnining almashib ketganligini ko'rdik. Undaqda 2018-yili qandaq bo'la? Dunyo siyosiy sahnasining vaziyati tez o'zgaryotidi. Uyg'urlar yana dassilib chaylanami? Agar adolat Uyg'urlarning bu so'g'isiga kelmagan ekan, undaqda Uyg'urlar adolatni o'zlari yaratishi kerak. Bu to'gi qushi Uyg'urlar, dasturxon chivillari Uyg'urlar, halol haromni mikroskopdan o'tkazayotgan Uyg'urlar bilan amalga oshmaydi. Bu faqat yangi, jasoratlik, cho'qon-suranlik, haq-nahaq masalasida sukut qilishni jinoyat deb bilgan yangi ruhdagi Uyg'urlar bilan amalga oshadi.